Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ayol kishi otasini uyiga qancha vaqtda bir borishligi ruxsati bor. Agar eri uni bir oyda bir borasan desa, bu unga zulm bo'ladimi debdilar. Bu narsada shariatda tavqit kelmagan. Tavqit degani ya'ni vaqt belgilanmagan. Bu sila rahim sanaladi. Sila rahim urfga qarab ado qilinadi. Sila rahim to'g'risida savolga biz oldin javob bergandik, shu guruhda bor. O'shani qayta eshitilsa inshaalloh batafsilroq javob chiqadi. Endi yana qisqacha aytib qo'ysak, sila rahim urfga qaytariladi. Alloh taolo xotin muomalasini ham xuddi shuningdek urfga qaytargan. Ya'ni urfga qarab bo'ladi degan. Va ashiruhunna bil ma'ruf. Ayollarga ma'ruf bilan muomalada bo'linglar. Ya'ni yaxshilikcha urfga qarab muomalada bo'linglar degan. Agar bir oyda bir borishligiga ruxsat berilgan bo'lsa va bu narsa odamlar ichida sila rahimni uzishga kirib qolsa, albatta bu yerda bu erkak zolim bo'ladi. O erkak haqqi yo'q. Ayol shunda otasini yoki onasini ko'rgani borishligi joiz bo'ladi. Ya'ni chunki sila rahimni uzilmaydi. Sila rahim bu Allohning haqqidan keyingi bandalar ichidagi eng katta haq hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo hadis qudsiyda aytgan: "Xalaqtur rahim va ishtaqaqtu lahu min ismi. Fa'izati va jalali man wasalaki wasaltuhu va man qata'aki qata'tuhu." Hadis qudsiyda kelgan qisqacha ma'nosi shu. Alloh aytganki, sila rahimni yaratib men o'z ismimdan unga ism berdim. Ya'ni rahim ismidan sila rahim deb unga ism berdi. Alloh taolo keyin sila rahimga aytganki, izzatimga, jalolatimga qasamki, kim seni boylasa men u bilan boylanaman degan. Kim seni uzsa men ham u bilan uzilaman degan. Undan uzilaman. Ya'ni bu sila rahimni uzishlik. Haqiqatda agar sila rahimga haqdor insonlar bo'lsa, qarindoshlar, mana bu Alloh bilan aloqani uzishlik sanaladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyatda "Fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi va tuqatti'u arhamakum." Ajabmaski agar sizlar yuz o'girsanglar, haqdan ya'ni yer yuzida buzg'unchilik qilib sila rahimni uzasizlar degan. Ya'ni buni buzg'unchilikka tenglashtirgan. Urfga qaytiladi. Shuning uchun agar mana shu ayolni yoki o'sha erkakni o'zini masalan opasi bo'ladi, singlisi bo'ladi, o'shani erlari shu bir oyda bir qo'yishsa uyiga borishlikka va boshqa o'sha ayolga o'xshagan ayollar bir oyda bir uyiga borib keladigan bo'lsa, bu narsa bu katta bir zulm sanalmaydi. Chunki hamma qatori muomala qilyapman deyiladi. Agar bunaqa bo'lmasa, ya'ni masalan gohida bunda ba'zi qo'shimcha holatlarda ham inobatga olish kerak. Uy masalan uzoq bo'lishi mumkin. Bu safarga aylanib ketishi mumkin. Ayol kishi bir o'zi borib kelishligiga shar'an ruxsat bo'lmaydigan holatga aylanib qolishi mumkin. O'shanaqa holatlar bo'lsa, erkak kishi har 2 kunda bir uni otasinikiga yoki onasinikiga olib borib kelishligiga haraj, mashaqqat sezishligi mumkin. Mana shunaqa holatlarda ham inobatga olinadi. Bunaqa holatlarda ham inobatga olinadi. Va xuddi shuningdek, agar ayol kishi otasiniki yoki onasinikiga borsa, diniy buzilaydigan bo'lsa, eri uni man qilishga haqqi bor. Mutlaq bormaslikka ham haqqi bor. Ya'ni agar ota-onasi masalan ayolni johil odamlar bo'lsa, ular shunaqa qilib xotinni ig'vo qilsa yoki masalan eriga qarshi uni vasvas qilsa, bunaqa holatlarda erkak kishining haqqi bor. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda erkakning ayol ustidagi haqqini aytib, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idami haqqihi 'alayha." Agar birovga sajda qilishga buyurganimda, ayolni eriga sajda qilishga buyurgan bo'lardim, ayolning ustida erining haqqi kattaligidan deganlar. Mana shu qo'shimcha holatlarda ham inobatga olib, bunda voqelikni bilib hukm qilinadi. Vallohu alam.